Cho'g'liganmaga bugun Qumda bozoridamiz. Aprel oyidagi mashinalar narxlarini ko'rib chiqamiz. Bizda juda ham arzon mashinalar bor, bruslar, R3lar bor, ko'rib turganlaringdek. Hozir hammasi narxlarini aytib, ishlashlarini ham ko'rsatib beramiz. Mashina narxlarini eshitib, вообще o'zlarini tashlab yuborsalaring ham bo'laveradi. Xo'p, bir boshdan boshlaymiz. Brus Q5 modellar. Ular ozroq ishlaganlar, robotchilari, yangilarini ham ko'rsataman. Xo'p, Brus Q5 3 million so'm, yana kelishamiz narxini, juda ham arzon. Yangisi 3 million 600 ming bo'ladi. Keyingisi R3 modeli avtomat Brus'ti. Brus'ning legendarniy modellaridan biri bo'ladi. Chevrolet'ni yaxshi bilish kerak buni. Xo'p, narxini qancha beramiz Brus R3'ni? 3 million 600 ming so'm. Kelishadigan joyi bor. Arzon qilayotgan aka klientlarga. 3 million 400 ming so'm. 3 million 400 mingdan ikkita R3 avtomat. Bunaqa narxga yo'q chiqadi, aniq. Tem bo'lib hozir bunaqa modellar chiqmaydi, kamyob modellardan. Stollari ham tiniq turibdi. Bunisini ham shu narxga beraveramiz. Ikkita bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bonusiga qaychilarni ham qo'shib beramiz. Mashina atak tiniq holatda, yangi holatda turibdi. Ba'dan ham arzonroq robotchilar ko'rsatamiz. Xo'p, justa burchoqligi. Ovozdan ko'ryapsizlar. Buni narxini 2 million so'm beramiz. 2 million so'mga burchoqligi, tiniq holatda yo'q bo'lsa kerak. Bonusiga qaychi ham qo'shib beramiz. Keyingisi Choice'ni 1 million 800 ming so'mga berib yuboramiz. 1 million 800 mingga burchoqligi yo'q bo'lsa kerak chiqadi. Atak tiniq holatda yangi yuskada 2025-yil modeldan. Buni ham bonusiga qaychi, hammasiga qaychi qo'shib beramiz bonusiga. Dazmollar bor. Mashina olganga dazmolni o'zi narxida beraveramiz $30 ga. Xo'p. King brendidan, King degani inglizchada bilgan bo'lsa qirol degani. Avellolar qiroli. Ko'rishdan mumkin. Bu juda eskiroq modeldan, faqat lekin narxi ham o'shanga yarasha uyga oddiy chevarchilikka olsalar ham bo'laveradi. Narxini 1,5 million so'mga beraveramiz. 1,5 millionga Avello, to'rikli Avello chiqadi. Yo'q bo'lsa kerak, temoli oyoqlari g'ildirali chiqadi. Yangilar ham bor, yangilar so'raganlar uchun. Sunser Avello 3 million so'm yangi. Silver Sev bu W1 modeli 2,5 million so'm, qaychilisi bor 3 million so'm o'zi ipizib tegani. Stollar Poleroni chiqadi. Joku yangi mashina terib beramiz, $200 ga beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana qolgan mashinalarni ham ko'rsatamiz. Hozir naryoqda yangilari ham bor. Xo'p, Zoji Avello 3 million so'm. Lordiyni qaychilisi bu juda qimmatroq, ko'p so'lanadi, qimmatroqdan. Narxini xo'p 3 million 200 ming so'm beramiz. Kilosi ham og'irroq. Zoji'da $200 ga beraveramiz yangi mashina. Bunaqa metallar ham bor, kimga kerak bo'lsa, sirkullar hammasidan bor. Narxi 150 ming so'm, ichida 7 dona chiqadi. Har xil o'sha mana rasmda ko'rganlaringda. Xo'p, simlar bilan $200 dan yangi mashinalar. Silvercha mana aytib o'tgandek qaychilisi o'zi tuzib bergani $200. Yo $250. $250 qaychilisi. Brus choqli. Zo'r ishlayapti ham. Ochilgan mashina, yaxshi. Stollar Poleroni $200 beraveramiz. Arzonroq yangi so'raganlar uchun $190 ga. Lordina bir choqligi endi bu ham o'sha og'irroq, qimmatroq mashina. Narxini 3 million so'm. GMC 2 million, robotchi ham, ozroq ishlagan, lekin original brend. 2 millionga beraveramiz. GMC bu yangi, bu qimmat modeldan. Bu 2 million 800 ming so'm yangi mashina. Keyingisi Siruba hozirgi paytda zo'r ishlayapti. Narxini 3 million so'm qilib beramiz. 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. Stollar Poleroni, xuddi shuni qaychilisi bor, o'zi ipizib yegani. Uni narxini 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Hozir o'zi dastavkalarimiz ketyapti Samarqandga. Mashinalar gaplashib, taksi gaplashib chiqaryapmiz. Dazmolda o'sha o'zi narxida mashina solayni $30 ga beraveramiz. Kimga shuna mashinalar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Sirubani kattaroq averlo'dan chiqib sexlarga. Narxi xo'p 4 million so'm. Mashinalar narxlari ko'rdilaring, bruslarda juda ham arzon narxlarda, hech kim bermagan narxlarda beraveramiz. Aloqaga chiqarasizlar bemalol.